Aloqa janob. Men ularni kuzatyapman. Bitta she'riga yetib keldi. Ikkinchisi esa hali kelgani yo'q. Hamma kelib qolishi kerak edi. Men kutyapman. Albatta keldi. Keldi janob, uni ko'rib turibman. Okey. Ular nimadir haqida gaplashyapti, uncha eshitilayotgani yo'q. Zo'r. Ammo u qandaydir qurolni unga uzatdi va u ham pul bergandi o'sha yerga. Yo'q, meni ko'rib qoldi. Yo'q, bunisi qochib ketyapti. Yo'q. Jin ursin. Meni ko'rib qoldi va qochib ketdi, do'stlar. Yo'q. Janob, nima qilishim kerak? Yo'q. U qochib ketdi, men tuta olmay qoldim uni. Yo'q, menga o'xshash edi. Va xuddi menga o'xshab kiyinib olgan edi. U qandaydir guruh a'zosi edi. Men umuman uni kimligini ham bilmayman va uni yo'qotdi. Yaxshi, mana shularni urib olsam va ekib chiqsam, keyin maza qilib uxlayman. Nega ko'p kompyuter o'ynadim. Kechacha qolib ketmasdim agar kompyuter o'ynamaganda. Mayli. Mana shularni urib bo'lsak, keyin yotib uxlaymiz, do'stlar. Yaxshi, hammasi joyda. O'zi ham ikkinchi ham ko'proq. Bunisi yaxshi. Chunki mer bizlarga ko'proq pul to'laydi. Va iPhone yeta olishimiz mumkin yoki yangi bir BMW yoki bironta mashina. BMWdan tashqari albatta bironta mashina degan g'alati bo'ladi. Agar BMWga pul yetmasa, hamma aytsalar do'stlar, men Steve Jobsman. O'zimni tanishtirib o'tmaganim uchun uzr. Mayli. Bilasizlar, men shu yerda yashayman do'stlar. Bilasizlarmi yo'q bilmadim. Mayli, narsalarni qo'yib olay. Keyin esa yotib uxlayman. Soat ham 9 dan o'tibdi-yu. Mayli. Qo'ng'iroqmi? Kechasi kim ekan endi? G'alati-yu. Alo, Steve Jobs eshitadi. Salom Steve, seni biz maxsus guruhdan chaqiryapmiz. Qanaqa maxsus guruh? Borini ayting. Legend. Seni chaqirishimizdan maqsad o'sha 3 yil avvalgi ish. Nima? 3 yil avvalgi ish? Qanaqasiga? U bitgan edi-ku allaqachon. Nega meni aldayapsizlar? Qanaqadir ish deysizlar? Men allaqachon bitirganman uni. Lekin u bitmagan ekan. Mayli, keyin telefon qilamiz senga. Do'stlar, ular kimligini sizlarga aytib o'tsam, bu bizning maxsus guruh jamoamiz. Albatta, 3 yil avval men snayper edim va shundan so'ng bittasini otib o'ldirib olmagandim. Mayli, keyin gapirimni aytaman. Hozircha uxlay. Do'stlar, soat ham 6 bo'libdi. Mayli, batafsil qilib o'sha gapni aytib bersam do'stlar. Men oldin maxsus josus bo'lganman. Hozir esa buni tashlagandim anchadan beri. Yana o'shanday ishlar davom etyapti. Men umuman tushuna olmayman. Bir maxsus guruh yopilib ketdi deb o'ylagandim. Yana o'shanday maxsus guruh qaytibdi. Nima qilish kerak endi? Hozir merga narsalarni beraylik, keyin sizlarga gapirib beraman. Salom janob mer. Salom. Sizga bog'darlarni olib keldim. Joyiga qo'y. Yaxshi. Pulimni keyin bera qolasiz. Mayli. Yaxshi do'stlar, mana janob merga ham narsalarni berdik. Do'stlar, maxsus guruh a'zosiman men. Laqabim Legend bo'lgan. Haqiqiy ismim Sam, bilasizlar. Sam emas, Steve Jobs desa ham bo'ladi. Hozir ham laqabdaman. Do'stlar, mayli. Biz o'tamiz endi. Sizlarga hamma narsani aytib bo'ldim. Yashirishdan ma'ni yo'q.
Okey. Endi qanaqadir ish haqida aytishdi. Va men ularni oldiga borishim kerak. Okey, narsalarimizni olamiz. Hammasi joyida. Bo'ldi. Men qanchagina ketsam kerak, mayli qishloqlarimiz baribir men bilan ish bo'lmaydi. Mana do'stlar. Bu mening sirli omborimni shunaqa narsa. Mana yozuv o'qigan bo'lsanglar, buni o'qinglar. Okey, do'stlar, shoshilishimiz kerak. Bu qandaydir maxsus ishga o'xshaydi. Bu meni o'sha 3 yil avvalgi kostyum. O'shandan beri shu turishda turibdi. Bu albatta g'alati, lekin turibdi. Hech kim deganmasa hech narsa bo'lmaydi. Okey, hammasini kiyib oldik. Normal. Ko'rishinglar mumkin do'stlar. Mana shunday qiyofadaman men. Asl josus shuman. Mana mening sevimli qurollarim. Okey, sizlarni ham qaytarish vaqti keldi. Hammasi joyida. Pistolet. Itak, buni o'qdorlari, okey. Hammasi joyida. Bularni menimcha mana bu yerga saqlab qo'ygan yaxshiroqmi deyman. Okey, hammasi joyida. Itak, buni. Tun ko'zani ham bor hattoki bunda. Okey, normal mana buni yopib qo'yish kerak. Qishloqlar kim biladi. Uyimga kirib ko'rishim mumkin va mendan shubhalanib qolishlari mumkin. Mana nihoyat vazifaga ham yetib keldim. Mana bu yerda samolyotim yaxshi. Endi biza janobni oldiga borishimiz kerak, ya'ni mening boshlig'imni. Va undan biza ko'pgina ma'lumotlar olishimiz mumkin yoki shunchaki u kamroq bo'lishi mumkin. Ya'ni gapirmasligi ham mumkin bizga. Qanunda bo'lsa. Mana bu yerda biza kamturxona o'xshash joy qilib qo'yamiz. Buni qishloqlarning bolalari o'ynash mumkin, lekin ular ahmoqda. Buni sezishmaydi. Salom yigitlar. Sam shu yerda. Salom. Unchalik menga aytaverishmaydi. Nomali. Ular o'zi bilan mashg'ul bo'lsa, mencha bilan gaplashadi. Salom janob. Salom. Yetib keldingmi? Ha, yaxshi. Okey, janob. Menga qanday ish bor edi? Sen o'sha 3 yil avvalgi ishni ko'rib chiqishing kerak. Mana bu yerdan kela qol. Okey. Qanaqa ish bu? Bu shkularda yozilgan video. Buni ko'rib chiq. Men senga aytdim, tezroq bu narsani dasturlash kerak va sektorsangiz shaharda o'rnatgan bombalarimizni masofa orqali portlashimiz mumkin. Yerga borib o'tirmaymiz. Masofaviy tarzda. Faqatgina sen bu ko'zni himoyalab, uni maxsus tasvirlash kerak. Nima? Ular qanaqa narsalar haqida gapirishyapti? Men tushunmay qoldim. Bor. Janob, u qanaqa narsa? Va shundan boshqacha yoki chiqilib yapti qizig'i sen ularni yo'q qilishing kerak bu bombalar orqali. Faqat ko'prib olma. Xo'p, janob. Okey. Yaxshi. Janob, menga ishonavering. Bu bombalar orqali men ularni bomba portlashidan oldin ularni portlataman. Okey, do'stlar, men ketdim. Let's go. Okey, yaxshi. Ularni biz endi olamizda o'sha minalarni ularning hududiga qo'yib chiqamiz va shundan so'ng ular yoki oddiygina tushuntirganda portlab yo'q bo'lishadi. Men bu ishni bemalol bajaraman. Qanday let's go.